다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 어깨를 두드리고 있습니다. 2번. 주사를 맞고 있습니다. 3번. 붕대를 감고 있습니다. 4번. 다리를 주무르고 있습니다. 정답은 4번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Yelkasini qoqayapti. Ikkinchi. Ukol olayapti. Uchinchi. Bint orayapti. To'rtinchi. Oyogini uqalayapti. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 주스. 2번. 우유. 3번. 빵. 4번. 병. 정답은 4번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Sharbat. Ikkinchi. Sut. Uchinchi. Non. To'rtinchi. Shisha. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 빨래를 걷다. 1번. 널다. 2번. 개다. 3번. 꺼내다. 4번. 다리다. 정답은 1번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zning qarama-qarshisi nima? Kirni yigmoq. Birinchi. Yoymoq. Ikkinchi. Buklamoq. Uchinchi. Chiqarib olmoq. To'rtinchi. Dazmollamoq. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 농업, 제조업, 건설업, 서비스업. 1번. 연령. 2번. 국가. 3번. 산업. 4번. 운동. 정답은 3번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Qishloq xo'jaligi. Ishlab chiqarish. Qurilish. Xizmat ko'rsatish. Birinchi. Yosh. Ikkinchi. Davlat. Uchinchi. Sanoat. To'rtinchi. Sport. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 요즘은 매일 밤 축구 경기를 보느라 늦게 잤습니다. 오늘은 일찍 쉬려고 합니다. 1번. 익숙해서. 2번. 피곤해서. 3번. 어려워서. 4번. 간단해서. 정답은 2번입니다. Eps topik beshinchi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Shu kunlari har kuni tungi futbol o'yinini ko'raman deb kech uxladim. Bugun esa ertaroq dam olmoqchiman. Birinchi. Konikib qolganim uchun. Ikkinchi. Charchaganim uchun. Uchinchi. Qiyin bo'lgani uchun. To'rtinchi. Oddiy bo'lgani uchun. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 작업장의 기계가 낡아서 새 기계로 바꾸었습니다. 새 기계로
더 쉽고 편한 것 같습니다. 1번. 작업하니까. 2번. 작업하고자. 3번. 작업하는지. 4번. 작업하려고. 정답은 1번입니다. Apps topik 6 savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Ish joyidagi stanok eskirgani uchun yangi stanokka almashtirdik. Yangi stanok bilan yanada oson hamda qulayga o'xshaydi. Birinchi, ish qilayotganim uchun. Ikkinchi, ish qilish. Uchinchi, ish qilinayotganini. To'rtinchi, ish qilmoqchi bo'lib. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 프레스 작업을 할 때는 합니다. 작업 중에 딴 생각을 하면 손을 다칠 수 있습니다. 1번. 집중해야. 2번. 추측해야. 3번. 시작해야. 4번. 표현해야. 정답은 1번입니다. Apps topik 7 savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Press ishini qilganda. Kerak. Ish vaqtida boshqa narsani o'ylasa, qo'lini jarohatlashi mumkin. Birinchi. Diqqat qilish. Ikkinchi. Taxmin qilish. Uchinchi. Boshlash. To'rtinchi. Ifodalash. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저는 1년에 한 번씩 가족을 만나러 고향에 갑니다. 여름 휴가 때마다 갔는데 올해는 여름에 일이 많아서 겨울에 가려고 합니다. 1번. 매일. 2번. 매주. 3번. 매년. 4번. 매월. 정답은 3번입니다. Apps topik 8 savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Men bir yilda bir marta oilamni ko'rishga vatanga boraman. Yozgi ta'til paytida borardim, lekin shu yil yozda ish ko'p bo'lgani uchun qishda bormoqchiman. Birinchi. Har kuni. Ikkinchi. Har hafta. Uchinchi. Har yili. To'rtinchi. Har oy. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 전화 상담을 하려면 예약을 해야 합니다. 2번. 상담은 한국어로만 할 수 있습니다. 3번. 전화로 상담을 할 수 있습니다. 4번. 평일에 상담을 받아야 합니다. 정답은 3번입니다. Apps topik 9 savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi e'lon haqida tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Telefon maslahatini oladigan bo'lsangiz bronni qilish kerak. Ikkinchi. Maslahatni faqat koreys tilida olish mumkin. Uchinchi. Telefon orqali maslahat olish mumkin. To'rtinchi. Ish kunlarida maslahat olish kerak. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 사람들이 직장을 선택하는 기준에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 근무 조건이라고 답한 사람들이 제일 적습니다. 2번. 월급이라고 답한 사람들은 절반이 안 됩니다. 3번. 편리한 교통이라고 답한 사람들이 제일 많습니다. 4번. 적성보다 월급이라고 답한 사람들이 더 많습니다. 정답은 4번입니다. Apps topik 10 savol.
Keyingi savolga javob bering. Odamlar ish-joy tanlash mezoni haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Ish sharoiti deb javob bergan odamlar eng kam. Ikkinchi. Oylik deb javob bergan odamlar yarmi bo'lmaydi. Uchinchi. Qulay transport deb javob bergan odamlar eng ko'p. To'rtinchi. Qobiliyatdan ko'ra oylik deb javob bergan odamlar yanada ko'proq. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번. 기온이 높으니 조심해야 됩니다. 2번. 불이 붙기 쉬우니 조심해야 됩니다. 3번. 길이 미끄러우니 조심해야 됩니다. 4번. 고압 전기가 흐르니 조심해야 됩니다. 정답은 4번입니다. Eps topic 11 savol. Keyingi savolga javob bering. Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Harorat yuqori, ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchi. Yong'in olishi oson, ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi. Yo'l sirpanchiq, ehtiyot bo'lish kerak. To'rtinchi. Yuqori voltli elektr otib turibdi, ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 사람이 일하는 곳은 어디입니까? 1번. 사원증입니다. 2번. 조항아입니다. 3번. 사원번호입니다. 4번. 디자인실입니다. 정답은 4번입니다. Eps topic 12 savol. Keyingi savolga javob bering. Bu odam ishlaydigan joyi qayer? Birinchi. Xodim guvohnomasi. Ikkinchi. Joyxona. Uchinchi. Xodim raqami. To'rtinchi. Dizayn bo'limi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 사람들은 기계 덕분에 일하는 것이 더 조심하지 않으면 사고가 발생하기도 합니다. 기계를 사용할 때는 항상 조심해야 합니다. 1번. 쉬워졌지만. 2번. 불편해지려고. 3번. 불편해졌지만. 4번. 쉬워지려고. 정답은 1번입니다. Eps topic 13 savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Odamlar stanok sharofati bilan ishlashi yanada. Ehtiyot bo'lmasa baxtsiz hodisa sodir bo'lishi ham mumkin. Stanokni foydalanganda har doim ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi. Osonlashgan bo'lsa ham biroq. Ikkinchi. Noqulay bo'lmoqchi bo'lib. Uchinchi. Noqulaylashgan bo'lsa ham biroq. To'rtinchi. Osonlashmoqchi bo'lib. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 직장에서는 옷을 입어야 합니다. 그러므로 작업복 점퍼의 지퍼는 올리는 것이 좋습니다. 1번. 단정해서. 2번. 조용해서. 3번. 조용하게. 4번. 단정하게. 정답은 4번입니다. Eps topic 14 savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Ish joyida kiyimni kiyish kerak. Shu sababli ish kiyimi kurtkasining zamogini ko'tarish yaxshi. Birinchi. Tartibli bo'lgani uchun. Ikkinchi. Tinch bo'lgani uchun. Uchinchi. Jim qilib. To'rtinchi. Tartibli qilib. To'g'ri javob to'rtinchi variant.
다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 고향에 있는 가족에게 돈을 보내러 은행에 갔습니다. 이번 달은 월급을 많이 받아서 지난달보다 더 많은 돈을 보냈습니다. 1번 교육 2번 송금 3번 쇼핑 4번 업무 정답은 2번입니다. Epps topic 15 savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Vatandagi oilamga pul yuborishga bankka bordim. Bu galgi oy maoshim ko'p bo'lgani uchun o'tgan oyga qaraganda yanayam ko'proq pul yubordim. Birinchi. Ta'lim. Ikkinchi. Pul yuborish. Uchinchi. Savdo. To'rtinchi. Ish. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 제가 하는 일은 창고 관리입니다. 창고에 입고되는 상품과 출고되는 상품을 확인해서 기록합니다. 그리고 상품의 재고를 파악하는 것도 제 일입니다. 1번 작업 결과 2번 근무 기간 3번 업무 내용 4번 근무 조건 정답은 3번입니다. Epps topic 16 savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Men qiladigan ishim omborni boshqarishdir. Omborga kirayotgan mahsulot va chiqayotgan mahsulotlarni tekshirib yozib boraman. Hamda mahsulotning zaxirasini sanab aniqlash ham mening ishim. Birinchi. Ish natijasi. Ikkinchi. Ish muddati. Uchinchi. Ish mazmuni. To'rtinchi. Ish sharoiti. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국에서는 어른이나 윗사람을 만나면 두 손을 모으고 허리를 굽혀 인사합니다. 그런데 처음 만나는 사람과 인사할 때는 악수도 합니다. 보통 윗사람이 먼저 악수를 청합니다. 직장 동료나 아는 사람에게는 가볍게 머리를 숙여 인사합니다. 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람에게는 손을 흔들면서 인사를 해도 됩니다. 1번 한국에서는 언제나 허리를 굽혀 인사합니다. 2번 직장 동료에게는 보통 손을 흔들면서 인사합니다. 3번 친한 사람에게 인사할 때는 두 손을 모아야 합니다. 4번 처음 만나서 인사할 때는 악수를 하기도 합니다. 정답은 4번입니다. Epps topic 17 savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyada kattalar yoki yuqori odamlarni uchratsa ikki qo'lni birlashtirib belni egib salomlashiladi. Ammo birinchi marta uchrashayotgan odam bilan salomlashish payti qo'l berish ham mumkin. Odatda katta odam birinchi bo'lib qo'l uzatadi. Ish joy hamkasblari yoki tanishlarga esa yengil qilib boshni egib salom beriladi. Ozidan ko'ra yoshi kichik yoki yaqin odamlarga qo'lni silkitgan holda salomlashishi ham mumkin. Birinchi. Koreyada har doim belni egib salomlashiladi. Ikkinchi. Ish joy hamkasblariga odatda qo'l silkitgan holda salom beriladi. Uchinchi. Yaqin odamlarga salom berish payti ikki qo'lni yegish kerak. To'rtinchi. Birinchi marta uchrashib salomlashish payti qo'l berish ham mumkin. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국에서는 자신보다 나이가 많은 어른께 지켜야 하는 예절이 있습니다. 식사를 할 때는 어른이 먼저 드실 때까지 기다려야 합니다. 식사가 끝나도 어른이 음식을 다 드실 때까지 자리에 앉아 있어야 합니다. 그리고 어른께 물건을 드리고 받을 때는 두 손을 사용해야 합니다. 1번 어른께 물건을 드릴 때는 두 손으로 드립니다.
2번. 어른보다 먼저 식사를 시작해야 합니다. 3번. 어른들은 물건을 두 손으로 받아야 합니다. 4번. 어른이 음식을 다 먹기 전에 자리에서 일어납니다. 정답은 1번입니다. Epps topic 18 savol. Keyingi matnni o'qib, mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyada o'zidan ko'ra yoshi katta odamlarga amal qilinadigan odoblar bor. Ovqatlanayotganda katta odam avval yeguncha kutish kerak. Ovqatlanish tugasa ham katta odam ovqatini hammasini yeguncha o'rnida o'tirib turish kerak. Hamda kattalarga narsa berib olish payti ikki qo'lni foydalanish kerak. Birinchi. Kattalarga narsani berish payti ikki qo'l bilan beriladi. Ikkinchi. Kattalardan ko'ra oldin ovqatni boshlash kerak. Uchinchi. Kattalar narsani ikki qo'l bilan olishlari kerak. To'rtinchi. Katta odam ovqatini hammasini yeyishdan oldin o'rindan turib ketiladi. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 농작물이 잘 자라도록 땅에 뿌리는 것으로 동물의 배설물이나 썩힌 식물로 만듭니다. 1번. 건초. 2번. 거름. 3번. 사료. 4번. 농약. 정답은 2번입니다. Epps topic 19 savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. Ekinlar yaxshi o'sishi uchun yerga sepiladigan narsa bo'lib, hayvonning chiqindilari yoki chirigan o'simliklardan tayyorlanadi. Birinchi. Quruq ot. Ikkinchi. Ogit. Uchinchi. Yem. To'rtinchi. Pestitsid. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 물건을 운반할 때 주로 사용하지만 짐칸을 떼어내면 논밭을 갈 때에도 사용할 수 있는 기계입니다. 1번. 모종삽. 2번. 곡괭이. 3번. 콤바인. 4번. 경운기. 정답은 4번입니다. Epps topic 20 savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. Narsani tashish payti asosan ishlatiladi, biroq yuk qismi olib tashlansa, sholi dalasiga borish payti ham ishlatiladigan mashina. Birinchi. Ko'chat beli. Ikkinchi. Kirka. Uchinchi. Kombayn. To'rtinchi. Kultivator. To'g'ri javob to'rtinchi variant.